Buni Shermat akani sotiga o'xshaydi. Kichkina ekan, haligina. Pistolet ekan. 3 kilo keladi aka. Joni 3,5 kilo emas. O'zi ham kichik ekan, gavdasi ham kichkina ekan. Assalomu alaykum, hurmatli parvozlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Aka ishqibozlar uchun yangi video bo'ladi. Toza nasli kelib chiqishi tayin. Yaxshi zotlardan ko'rsating deydiganlarga videoni oxirigacha ko'ring. Bitta like bosin. Joning sog' bo'lsin. Mayskiy xo'roz ekan o'rtoqlar, bu xo'rozimiz. Toji shalpam ekan lekin ha. Makonlar qaysi oy? Buncha tulaylari ham bor makonlar ichida? Aprel. Aprel ha. Uni tulaga 1,5 ming bo'ladi. 1,5 u tikki. Yaxshi zo'r makon ekan o'sha. Tuxumlayapti makonlarga? Mana shu to'rttasi tuyapti. Qoralar ha? Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana shu ikkita. Bu ikkitasi, ikkita bular hammasi aprelskiya. Mana mart, mana fevrallik. Ha, mana kattasi. Qanadan kelgan bu? Ha. O'tgan yilga unisi. Ha, maktabda bor. O'zi bir tulay bu bo'pti-da bu. Martniki. Ha. Uni Jamshidlar Abdumtal qani o'zimizda aka o'zi. Ha. O'shaning tog'asinikidan 1,5 mingta bolasi. Kelmayapti, ham tuxumdami? Endi keladi. O juda baquvvat ekan. Uzun. Ko'rsatingchi makonlar olib chiqingchi. O'rtoqlar, yaxshi tuxumlayotgan makon kerak deganlarga u ashi yaqinroq kelmayapti-da, o'rtoqlar juda uzun ekan, mana oq makon bor-ku. O'ta chiroyli makon ekan. Qoralarda ham yaxshi gazlar uzun. Mana. Tomosha qilib 4,5 kilo. Voy joning sog' bo'lsin. Mana kattasi keldi-ku yeriga. Sotaverasizmi buni ham? Yo'q, ikki qoladi. Mana ikkalasi qoladi, ha? Buni qizlari sotiladi, to'g'rimi? Yurishlar mana. Bolasi ana shu. Bolasi. Bu ham iyun. Iyun ekan bu ham. Mana do'stlar. Ishqibozlar bitta tanlab aloqaga chiqarasizlar. Xo'rozlar ko'p hozir, ha? Sotiladiganlar bormi? Ularni ko'rsataylik endi xo'rozlarni. Bitta. Mana shuni ushlaganimizga yaxshi bular juda chiroyli xo'roz ekan. Ammo kichkinagina ekan, ha. Tojini qarang o'rtoqlar. Yakkasi juda chiroyli chiqqan ekan. Kimdi? Bordim Mirzo boru. Ha. Shuni o'razini bolasi. Qo'yvaringchi, qo'yasa bo'ladimi yo? Ha, mana. Talaga. O, zo'rdimdikini xo'raz, makkan parda bolasi. Zo'rdim qani hoji. Piratishga shu anikini bolasi. 2000 dollar xo'raz bolasi. 2000 dollarlik otasi ha mana. Bu ham tikka toj ekan ha. Umidnikidan qolganlar. Zo'r yurar ekan. Gap so'z yo'q. Bunisi qancha narx ekan? 200 dollar. Sog'lig'i yaxshi ha? 200 dollar ekan o'rtoqlar mana. 4 kilo ekan o'rtoqlar. Ana yirik makonlar qolar ekan. Birozni qarang. Chotkimi? Aprel ekan. Joning sog' bo'lsin. Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Real narxlar bilan bo'lyapti. Mana o'rtoqlar. Iya, kakillab turibdi. Juda go'zal ekan. Mayda oxiri iyun. 3,5 kilo chiqadi bu ham. Iyunda boshi, mayda oxiri ekan. Barlari juda chiroyli chiqqan ekan. Mana, Karis. Baquvvat asli, maza qilib boqadigan xo'roz ekan o'rtoqlar. Makonlar ham chotki, xo'rozlarga ham 5 boqa. Qolaversa qora xo'roz. Yana xo'roz bor-a ko'rsatilgan? Bor, ko'pda 5 ta bor. Gap yo'q. Real narxlar bilan aytib o'tib ketilyapti, ishqibozlar. Deb qolganlar bor. Ha. Shuni o'razni bolasi, Akmal akamniki. Mayskimi bu? Mayda oxiri iyunda boshi. Kechkiroq olganda bu, ha? Endi uyg'ondi. Chaqirib. Katta bo'lib ketadimi bu? Ha. 5 kilo, 5,5 kilo bo'ladi. Qancha xo'roz? O'razam 150 dollar. Dinilarga don seping, yaqinroqqa kelsa hammasi. Ma. Turkdi. Kariska turkdi. Qaysi oy aka bu? Bu o'sha mayda yo'q, o'sha aprelda oxir mayda boshi bu. Bu bir raketa-ku bu. Mana qarang, juda go'zal ekan bu. Kichkina ekan, haligina. Pistolet ekan. 3 kilo keladi aka. Joni 3,5 kilo emas. O'zi ham kichik ekan, gavdasi ham kichkina ekan. Kichkinani zo'riga ishqibozlar, mana sizlarga kichkinani zo'ri. O'ta abjir ekan. Joning sog' bo'lsin. Tez. Bu qancha aka bu narxi aka? 100 dollar. 100 dollar. Tushib berasiz endi 100 dollarga endi kichkinasi olmaydi-da. Tushib berasizmi? Mana. Toza zot bo'laman, bellar baquvvat mana. Zo'r ekan. O'ta tez uni abjir ekan o'rtoqlar. Mana. O'ta tez bu. Bu ham haligi ekan, 3 kilo kelar ekan. Ana lekin bir xil ekan. Buni ishqibozchilikka boqadaganga berish kerak-da. Mayda. Ammo zot yaxshi-da. Narxi qancha narxi? 200 dollar.
Narxi $200. Kami yo'q. Kami yo'q ekan buni. Buni otasi $1200 xo'rozi bolasi. Javob. Ko'rdim-da buni. Ha. Ko'rdim, ha. Omad toza chiqqan ekan o'rtoqlar. Ishqibozlar. Nima deysizlar? Toza xo'rozlar. Zotquvali boq yuraman deydiganlarga $200 ekan narxi. Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Otasi $1200 xo'roz. Otasi o'sha $1200 xo'roz ekan. Qimmat xo'roz ekan. Zo'rdim qani hoji. Ha. Shu mana baslashib bergan kamar. Javob bu teyin bu. Uni vali chechipicha xo'roz bo'lmaymi, avaz menga kirmaydi. To'g'ri. Ko'rdim 500 mingdan. Ha. Mashalarni mana shu qochirib berdi, avaz to'talasini. Ha. Bo'lmasa bundan bir qarich ketdi dekelasi ham. Bu toza yeganda shisha ko'z boshqacha yeganda-mi? Voy. Voy joningdan. Bu yerdagi zotlar juda ko'plik uchun sotilyapti. Sal kamaytirgani, chunki yangi jujular ham chiqyapti. Ishqibozlar real aloqaga chiqarasizlar, imkon qadar kelishsa berishga harakat qilamiz. Like bosib qo'yasizlar. Kalpang zot dedim buni. Tikka tosh degan-da. Lakkis ketdi-da. Do'stlar, voy joningdan. Endi o'g'ilni bular. Mana shunday o'zgarishni boshladi-da, bular hammasi o'zgardi, hammasi chaqirdi. Keyin ochilish boshlanadi-da. Ishiga chidasan o'g'il. Keyin qani makiyollar. Biz Farg'onadan kelgan tutdim. Botir akam bergan maktabda oldi. Ha. Botir akam mana ishqibozu. Hozir u ham haligi Armonda. Ochirolmadi jo'ja. Ko'p qirilib ketdi, kasal kelib ko'pchilik aka. Bel hech kim ochirolmadi, emas. Mana shu Nurullohni makkani so'raylar, emas.